Men Nurova Zaripaman, shu O'zbekistonda, Toshkentda turaman. Meni marhamat singlim shu doridan tavsiya qildilar. Shu yerga keldim. Bitta ko'rganda bilmadim, qanaqa o'zimda ishtiyoq bo'ldi-da, shu dorini olib ichaman dedim, eshitib ketganman. Menda davriyani oshish, grija bor edi. Xo'jayinimda ko'zlarida yaxshi anaqa svodka qilganlarcha ko'rmas edilar, bu yoqdan pressa qiluvdilar. Hozir yaxshimiz, xo'jayinimga 3 oy bo'ldi ichganimizga, ayniqsa mendan ham xo'jayinimda juda katta taassurot bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Kechalari uyqulari yo'q edi, uyqulari yaxshi, ko'zlari ko'rishlari yaxshi, charchashlari, keyin bellari, qo'llari og'riydi, og'ruvlar yo'q bo'ldi, bosh og'ruvlar yo'q. O'zimning davletim ham yaxshi normal. Ilgari bir hafta 10 kun yotib olardim, davletim tushguncha ukolni olib. Hozir unaqa emas, yaxshiman. Grijam yo'q, bezovta qilma. Boshida bir bezovta bo'ldi. Men ham hayajonlandim, ta'sir qilmas ekan dedim, keyin yo'shlasa qilmaydi, ichuvering dedilar. Shu bilan ichib keldim. Hozir grijam yo'q, yaxshiman. Yaxshi yuribman, ish qilaman. Uydagilar ham hammaligiga rahmat. Lekin bu doriga ishonch hosil qilsanglar bo'ladi, ishonamiz. Rahmat. Rahmat juda ham ajoyib natija.